Aka zo'r narsa qilib sizlarga bor, xalqqa manfaatli bo'ladi-da. Inshaalloh. O'rtoqlar bemalol xudo xolisa sizlarga ham shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tezda murojaat qilasiz. Men nomerlarni qoldiraman. Xudo xolisa profillarni savtira bilan ulaymiz. Shu videoni iloji boricha ko'proq tarqatib turib, qurilishi boshlangan tanishlar tashlab qo'yinglar. Inshaalloh manfaatli bo'lsin. Bozorlarga tushib qimmatga olib qo'ymasin nomma. Kelib zavodda o'zidan misol uchun nima narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib ketadigan holat bo'ladi. Aka bu lesani bitta ko'tarilar ekanda, anu loy suvo, qum suvo yo nimadir suvo qilib, isqirt qilib emasda, bitada o'sha fasadi bilan shunda chiroyli bo'lib tushaganda. Shunaqa aka, bu ham vaqt tomonlama yutilyapti, ham bir marta lesi tikkalangandan keyin ustakalarimiz fasadni, atrofdagi tiagalarni hammasini bittada bitirib tushib kelishyapti. Oyoq bilan bossangiz ham yo boshqa narsa qilsangiz ham o'rtoqlar sinmas ekanda. Cho'chimaysiz, qo'rqmaysiz bemalol. Xohlasangiz urib ham ko'rsangiz ham bo'ladi, lekin endi buni urishib olmaysiz-ku. Yo'q, ham yengil konstruksiya, domga ortiqcha og'irligi tushmaydi. Shunaqa. Endi uchastkalagan olsanglar bo'ladi, u обязательно domga olish shart emas. Shunaqa. Endi bu mana chetiga qo'ygan narsasimi aka bu? Ha, bu tiagalari chetki qismiga, o'rtalariga, derazani atroflariga qilingan. Buchi? Bular o'sha panel. Termotravertin panel bular. Necha santimetr bu aka? Xo'p, buni aka ko'rsatgan bo'lsak, bazalti 100 plotnostli bazalt bo'ladi. 5 sm bo'ladi. Maxsus shunaqa o'zining setkalari bor, keyin bunaqangi agraflari bor. Buni ham qum suvoqqa qilishadi, ham dubl mix bo'ladi. Podvesnoy nima bilan? Pnevmatический pistolet bilan, dubl mix bilan, ham qum suvoq bilan двойной nima bo'ladi-da, yopishtirish uchun. Ham kamida bir 5 ta bor ekan-a? Buni o'zi 5 sm. Toshi o'zi 1 sm, 1,5 sm tosh bo'ladi. Mana fasaddan zo'r qilgan ekansizlar aka. Mana bu lisenziyalar kimda? Qaysi firmaniki bu aka? Bu ham o'zimizning Cho'skan kort firmasiniki. Bu ham tabiiy travertin. Yo'q-e? Ha, quyilgan tabiiy quyma travertin toshlarimiz. O'zi sizlar quymayotgan nima bor aka? Nima deysiz akajon? Xudo xolisa qo'ldan kelgancha. Rahmat aka. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Kutib qolamiz.